Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Begim Sodiq YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun 29-mart, Arafa, ertaga Qurban Ramazon hayiti. Barchani Ramazon hayiti bilan tabriklab qolamiz. Bugun Arafa bilan ham muborak bo'lsin deb qolamiz hammaga. Ko'rib turganlarimda mana bu reaktorlarimiz shu maqsadga. Mana bu borada bular yangi qilyapmiz, mana to'kilyapti. Qisqasi Begimiz zakaz ana shuncha yetkazilmayapti, shuning uchun yana ham kengaytiryapti. Bu tarafdagi ham bo'lyapti, daladagi ham bo'lyapti. Bu yer yana yangitda mana shu yerda o'zida 100 tonnaga yaqin Begimiz chiqarish niyatida yangicha sutda boryapmiz. Ya'ni betonlaganmiz. Masofadan oraliqlardan yo'lakdan yutish maqsadida betonda borib kelinaveradi. Go'nglarni tirab-tirab to'kib ketaveradi. Endi hozir shu o'lcham so'ragan akalar bor edi, Namangan tumanidan Toshbuloqdan bo'lgan. Ularga mana cho'lchan chiqaryapmiz va cho'lchanlarimiz zichligini ko'rasizlar. Mana 5 litrli odamlar ko'rsatgan ancha. Mana kaliforniya cho'lchanlari kimga zarurat bo'lsa, mana shunaqangi zichlikda chiqarib beriladi. Tagini ochib ko'rsatsa, jaytini ko'ryapti cho'lchanlar videoda. Sal teparoqqa ko'taring. Mana shu holatda cho'lchanlarimiz chiqarib beramiz. Nariy tomondan yangi odar bergan. Berakning o'zida. Odar ko'rsatdi. Mana hozir bahorda cho'lchanlarimiz ishlashi. Yaqinroq bo'ldi. Mana shu cho'lchanlarimiz ishlashi. Mana shular bular voyaga yetmagan cho'lchanlar. To'qolsa bular hali voyaga yetsa, ular ichigalar rosa ko'payishda davom etadi. Juda sektor. Qisqasi mana cho'lchanlar deganlarga mana 1 kvadrat 1 million so'm 3 ta barakada bo'ladi. Chiqaz beramiz. Bilan murojaat qilamiz. Ertaga chiqazgan Begimlarimizni ham o'zimiz sotib olamiz. Agar mabodo sizdan sotish muammo bo'lsa. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Murojaat qilasizlar.